Assalomu alaykum hoji ota, hoji onalar. Bugungi videomizda men so'rab beradigan narsalar siz albatta xohlagandek bo'ladi. Gaz-insan o'zaligini so'rayman, pulini so'rayman, yeb ichishini so'rayman, litsenziyasini so'rayman, nech kilo bagaj, nech kilo ruchnoy bo'ladi, buni so'rab beraman. Undan tashqari nimalar beriladi firma tomonidan, qaytib kelishingizda nima beriladi, uni so'rayman. Biletlaringiz bordi, keldi, olinadimi? Bunisini ham so'rab beraman. Undan tashqari, agar siz bitta oiladan yoki o'rtaq yarim ko'pchilik ketayotgan bo'lsangiz, sizga bonus sifatida naqddan tushib berishadimi? Bunisini ham so'rab beraman. Eng qizig'i, sizni atta umra qildirib beradigan 50 boshingiz malakasi necha yildan necha yilgacha bo'ladi? Bunisini ham so'rab beraman. Yana nimani so'rab beray? Keyingi videoyimda siz kommentariyada yozib keting, chunki hozirgi kunda umra ziyoratiga ketayotgan odamlarda eng ko'p bilmoqchi bo'lgan ma'lumotlari shulardan iborat bo'lar ekan. Do'stlar, videomiz oxirigacha tomosha qiling. Bir dona like tugmasini bosib, omad yozib, meni podeshya qilib qo'ysalaringiz xursand bo'lardim. Hozirgi aytgan savollarimga bir qator birinma-ketin javob olishni boshlaymiz. Centrum Holidays litsenziyalangan umra ziyorati o'z litsenziyasiga ega do'stlar, o'z tur firmasiga ega bo'lgan. Undan tashqari hozirgi kunda minglab odamlarni umra ziyoratiga olib kelayotgan do'stlar. 14 ta firmadan bittasi Centrum Holidays bosh ofisiga yetib kelganmiz. Video davomida aytilgan savollarga hammasiga javob olamiz. Faqatgina oxirigacha tomosha qilib, videoda oxirida o'z izohingizni qoldirib keting. Xo'p, bo'lmasam boshlaymiz. Ulug'bek aka, hozirgi aytgan savollarim, chunki odamlar kommentariyada so'raydigan, bundan tashqari odamlarga eng qiziq bo'lgan narsalar shular. Oldi qo'shli gaplarni gapirmaylik aka, u oldi qo'shli gaplarni telefon qilishganda yoki kelib yuzma-yuz ko'rishganda uni gaplashilaveradi. Hozir birovlar maqsad odamlarga manfaatli bo'lsin. Birinchi bo'lib aka, nechta viloyatdan reys qo'ygansizlar? Biletlaring qanaqa, sharoitlaring qanaqa? Xo'p, birinchi o'rinda reyslarimiz haqida ma'lumot beradigan bo'lsam, Toshkentdan premyer reyslarimiz, Samarqanddan, Termiz shahridan, keyin Vodiydan, Farg'ona, Andijon, Namangandan premyer bordi keldi olinadi. Bizda faqat shuni ta'kidlab o'tib 14 kunlik standart paketlarimiz bo'ladi. Xo'p, standart paketlarimiz 14 kunlik, o'sha 6 ta viloyat bo'yicha premyer reyslarimiz bor, xudo xolasa joylashtirilgan. Premyer reyslar qo'yilgan. Biletlar bordi keldi. Faqat bordi keldi. Xo'p, aka, aqab orilgandan keyin, misol 5-6 kishi ketadigan bo'lsa, bonus bormi? Misol arzonroq qilib berasizmi, qilib bermaysizmi? Xo'p, oilaviy 5-6 kishi bo'ladimi, sinfdoshlar, o'rtoqlar, qo'shnilar, dugonalar bo'lishadimi, farqi yo'q. Agar 5-6 kishidan 30 ta narxdan bo'lsa, bonus qilib qilib beramiz. Xo'p, narx-navosidan aytib o'tib ketaylik. Ko'pchilik narx-navosida gapirishadi. Standart paketlarimiz hozir oyda, shu yanvar oyida $1050 dan bo'ladi. Bu standart paketlarimiz. Ekonom yo qanday o'sha ekonom paketlarga alishtirishmasin. Bizga faqat standart paket. Standart paketlarimiz nimalar kiradiganligiga, standart paketimiz 14 kunlik bo'ladi. Madina Munavvarada 3 kecha, 2 kun, 2 kecha 3 kunduz bo'ladi. Makka Mukarramada 11 kecha o'rinadi. Madina Munavvara, Makka Mukarram bo'ylab 11 dan oshiq ziyoratlarimiz, Qizil dengiz sayohati, Sulaymon Rossiya masjidlari kecha ovqati, Xurmovodi oshlari bu bonus sifatida bo'ladi. Ziyoratlarimizdan tashqari, keyin yana ta'kidlab o'tib ketaman. Qur'on zavodida Madina Munavvarada 3 kundan 4 kun ish kuni bo'lsa 100% olib kirib chiqiladi. Xudo xolasa, keyin ravzamizni ham ko'pchilik so'raydi. Xudo xolasa ravzaga shu kunga jo'natgan odamlarimizni 100% olib kirib chiqardik. Bundan keyin ham xudo xolasa 100% olib kirib chiqishga harakat qilamiz, xudo xolasa. Gap yo'q, zo'r. Aka, endi qarang. Yosh bolali oilalar ko'p ketyapti. Misol kimnidir 1 yashar bolasi yoki 2 yashar, kimniki 5-6 yashar yoki 10 yashar. To'lov qanaqa bo'ladi aka? Xo'p, to'lovlari 2 yashargacha faqat vizasini puli bo'ladi, 2 yoshdan 3 yoshgacha bilet vizasini puli bo'ladi, 5 yoshdan yuqoridagi yosh kattalar narxlari bilan bir xilda bo'ladi. Narxi bir xil bo'ladi. Zo'r. Aqab olgandan keyin gaz-insan uzoqligi qanaqa? Xo'p, gaz-insasi Madina Munavvarada Baqiy qabristoni oldida joylashgan, birinchi, ikkinchi qator joylashgan bo'ladi, 300 metr oraliqda bo'ladi. Makka Mukarramada 1,5-2 kilometr o'rtasida joylashgan bo'ladi. Avtobusda kiraman desa 5 daqiqa, piyoda kiraman desa 10 daqiqa, 15 daqiqa orasida kirib chiqishadi. Zo'r, gapi 50 boshchilarchi, chunki 50 boshchilarga juda urg'u berib o'tib ketamiz har safar. Chunki agar 50 boshchi malakali, bilimli bo'ladigan bo'lsa, orqasidagi o'sha 50 boshchi nomi bekorga biz 50 ta odamni umrasini mukammal qildiradi. Eng kami necha yil tajribaga ega bo'lgan 50 boshlar xizmat qilyapti? 50 boshlarimiz kamida 2 yildan beri borib kelayotgan, 5 yilgacha tajribasiga ega, malakali 50 boshlarimiz bo'ladi. Keyin har bitta reyslarimizda diniy qo'mitadan ajratib berilgan bittadan 50 boshdan qo'shib berilyapti. Erta borgandan keyin o'sha aytib o'tganimizdek ziyoratlarni, sayohatlarini, umralarni mukammal ado qildirib beradigan malakali 50 boshlarni qo'shib beramiz, xudo xolasa. Gap yo'q.
Firma nima beryapti aka? Bu umra ziyoratiga ketayotganlarga kelganda nima beradi? Undan tashqari bagajda necha kilo olib olishlari kerak? Xo'p, bagajlarimizga keladigan bagajimiz 20 kilo bagaj, 5 kilo rujnoy bo'ladi. Firmamiz tomonidan beradigan narsamiz kamzil, somka, beji beriladi. Qaytib kelishlarga 5 litr zamzam suvi sovg'a qiladi. Bu Centrum Holdingsdan beradigan narsasi. Gap yo'q, zo'r. Xudo xolasa joy bron qilish qanaqa bo'ladi aka? Xo'p, joylar bron qilishda ekranda ko'rib turgan nomerlarga aloqaga chiqsa, o'zi batafsil ma'lumotlar berishadi. Keyin Telegram, WhatsApp orqali pasportlarni rasmga olib tashlab berishsa, Zagran pasportlarini rasmga olib tashlab berishsa, joylar bron qilish, aytilgan sana bo'yicha, aytilgan viloyat bo'yicha Zagran pasportlarini tashlab, joylarni bron qilishlari mumkin. Keyin shartnoma, dogovorniy shartnoma bo'ladi. Shartnoma asosi bo'yicha to'lov summalarini bank orqali, shot orqali, yo'nsa ofisga kelib, kassasiga to'lov summasini berib, to'lab ketishlari mumkin bo'ladi bemalol. Gap yo'q, zo'r. Xudo xolasa aqa borilganda firmani o'zini andeniy xizmatlari bo'ladi. Ya'ni doktor xizmati bo'ladi, aravachasi bo'ladi, undan tashqari avtobus xizmati bo'ladi. Bular qanaqa aka tashkillashtirish? Xo'p, doktor xizmatlarimizni 24 soat tashkillashtirib berganmiz. Birinchi yordamni ko'rsatishadi. Undan tashqari mana shu ta'kidlab o'tib ketib, postoyanniy ichib yuradigan dorilaring, kasalliklaring bo'lsa, ichib yuradigan dorilarni o'zlaring bilan olinglar. Bemalol ruxsat, samolyotdan olib ketishga, bagaj yuklab olib ketaverasizlar bemalol. Xo'p, undan tashqari o'sha aravacha xizmatlarimizni tashkillashtirib berganmiz. Aravachalarimiz bor. Erta bemalol aravachadan olib foydalanishlar mumkin. 24 soat bemalol turib bo'ladi. Lekin postoyanniy aravacha yuradigan ota-onamiz bo'ladigan bo'lsa, o'zimiz bilan aravachani yerga olsak, bagajga ham kiloga ham urmaydi. Ertaga 24 soat xohlagan paytingiz haramga chiqib kelishingiz qulay bo'ladi. Chunki yerda ajratib bergan aravachalarimizni o'chirtib oladigan bo'lsa, o'chirib kutib vaqtlarni o'tkazmaysizlar. Xo'p, keyin mehmonxonamiz avtobuslari 24 soat qatnab turadi. Har 5-10 daqiqada bir xilda yurib turadi. Yerda tekin bo'ladi. Bemalol xohlaganlaringda borib chiqib 24 soat qatnovda bo'ladi. Gap yo'q, zo'r. Xudo xolasa hamma savolga javob oldik degan umiddaman. Keyingi videoda yana qaysi savol berib ketay. Shuni iltimos yozib ketinglar, chunki bu narsalarga javob olish kerak. Javob olinadigan bo'lsa, sizdan keyingi ko'rayotgan odam yana ham to'liqroq ma'lumotga ega bo'ladi. Xo'p, do'stlar, agar kelib ko'rib gaplashaman desalaring, Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar temir yo'l vokzalining yonidagi Centrum Holdingsda bosh ofisida o'tiribmiz. Bosh ofisdan grammy narxlar bo'lyapti. 6 ta viloyatdan primoy reyslar narxlarni aytib o'tdilar. Video bastagi nomerga aloqaga chiqing, operatorlar bundan ham to'liq ma'lumot berishadi. Mehnat qadrlagan holda bir dona like, kommentariyaga omad yozib, o'z izohingizni qoldirib keting. Keyingi safargi videoda qaysi savolni berishimizni albatta yozib keting. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar.